Nega Minecraft hali hamon dunyoni zabt etib kelmoqda? Nima uchun unutilmaydi? Bugun mana shu mavzuni o'rtaga tashlaymiz. Tasavvur qiling, siz oddiy kubiklardan iborat bir dunyoga kiryapsiz. Hech qanday ajoyib grafik yo'q, hech qanday hikoya ham yo'q. Ammo shunga qaramay, bu o'yin 17 yildan beri minglab insonlar qalbini joy egallab kelmoqda. Bu Minecraft 2009-yil 17-may kuni dasturchi Markus Persson, ya'ni Notch 2 loyiha sifatida Minecraftning ilk versiyasini taqdim etdi. O'sha payt hech kim bu oddiy kubiklardan iborat dunyo bugun kelib dunyoning eng mashhur o'yiniga aylanishini tasavvur ham qilmas edi. Minecraft kuchli grafikaga ega emas, uning kuchi erkinlikdadir. Bu yer sizning hech kim mana shu yo'ldan yur demaydi. Siz o'zingiz tanlaysiz, daraxt kesasiz, uy qurasiz, tog'larni zabt etasiz yoki yer ostiga sirli g'orlarni o'rganasiz. Har safar yangi dunyo yaralganda siz yangi sarguzasht kutadi. Hech bir xarita boshqasiga o'xshamaydi. Har bir qadam ortida yangi kashfiyot yashaydi. Lekin Minecraft faqat qurilish emas, kuchayish, qorong'u tushganda zombi va skeletlar va kriperlarga paydo bo'lganda omon qolish uchun kurash boshlaydi. Aynan mana shu xavf va umid uyg'unligi o'yinni unutilmas qiladi. Yillar o'tsa-da, ammo Minecraft to'xtamaydi. Yangi biyomlar, yangi hayvonlar va yangi imkoniyatlar qo'shiladi. Shu sababli esa o'yinchilar qaytib keladi. Yangi o'yinchilar esa bu olamni ilk bora kashf etadi. Bugungi kunga millionlab odamlar do'stlari bilan serverlarda o'ynaydi, ulkan shaharlar quradi va tasavvurlarni haqiqatga aylantiradi. Minecraft bolalar uchun, kattalar uchun ham ijod maydoniga aylandi. Ammo eng muhim savol, nega Minecraft hali ham mashhur? Javob oddiy. Chunki Minecraft sizga tayyor dunyoni bermaydi. U sizga o'z dunyoyingizni yaratish imkonini beradi. Har bir blok sizning tanlovingiz, har bir bino sizning mehnatingiz, har bir sarguzasht esa sizning hikoyangizdir. Shuning uchun Minecraft oddiy o'yin emas, u millionlab insonlarning xotiralari, do'stliklari va orzularini yashaydigan cheksiz olamdir. Balki bir kun kelib yangi o'yinchi paydo bo'lar. Ammo Minecraft tarixda o'z nomini allaqachon yozib bo'lgan. Chunki afsona eskirmaydi. Ular avloddan avlodga o'tib keladi va Minecraft aynan shu afsonalardan biridir. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling, like bosing va kanalimga obuna bo'lib qo'shishni unutmang. Ko'rishguncha xayr.